Assalomu alaykum aka-ukalar, hurmatli ustozlar. Mana Ozarbayjon torini ta'mir qilib berdik. Bu tor vodiydan Xorazmga bizga ta'mirga keldi. Xudo xolasa mana qoplab kompleksdan Ozarbayjon oq liskalarini boylab, dastalarni ham shlikovka qilib, sadaflarni polirovka qilib, chiroyli qilib ta'mirlab berdik. Mana ishni sifatiga o'zlaringiz baho berasizlar. Yaxshi tor ekan, ovozlari ham ta'mirdan keyin jaranglab chiroyli bo'lib chiqdi. Kimga xudo xolasa shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, chiroyli qilib ta'mirlab beramiz. Rahmat, sog' salomat bo'linglar.